Do'stlar, hammaga xayrli kun. Bugun biz siz bilan Exod platformasida chiqqan yangi imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday imkoniyatlar paydo bo'ldi va ularni qanday sozlash mumkinligini birga tahlil qilamiz. Birinchi imkoniyatimiz bu akkauntga bir martalik kod orqali kirish. Ya'ni o'quvchilar va maktab administratorlari endi akkauntiga telefon raqamiga SMS yuborish orqali kirishi mumkin. Bundan tashqari nafaqat telefonga, balki elektron pochta orqali ham kirish imkoniyati bor. Keling, platformada bu qanday ko'rinishda bo'lishini ko'ramiz. Men hozir maktabni katalogidaman. Aytaylik, men bu kursni sotib olmoqchiman. Uning ustiga bosaman va o'qishni boshlash tugmasini bosaman. Ko'rib turganingizdek, kirish sahifasi paydo bo'ldi. Ya'ni telefon raqam yoki pochta orqali. O'zimni telefon raqamimni kiritaman va menga bir martalik SMS kod keladi. Bu kod faqat bir marta ishlaydi. Ushbu kodni kiritib, telefon raqamini tasdiqlagandan keyin menga kirish ruxsati beriladi. Yoki agar akkauntimda login va parol bo'lsa, ushbu tugma orqali login va parolni kiritib kirishim ham mumkin. Pochta bilan ham xuddi shunday ishlaydi. Ikkinchi imkoniyatimiz bu video darslar ko'rishni minimal chegarasi. Endilikda siz o'quvchi video darslarni kamida qancha foizini ko'rish kerakligini sozlashingiz mumkin. Masalan, minimal 50, 70, 90% va hokazo. Faqat shu miqdorni ko'rgandan so'ng keyingi darsga o'tishi mumkin bo'ladi. Videoni oldinga o'tkazib qo'yish esa ishlamaydi, chunki aynan uni ko'rish kerak. Va yana bir zo'r tarafi bu o'quvchi qaysi darsni qancha miqdorda ko'rganini siz uning kartochkasida ko'rib turasiz. Sozlash uchun kurslar bo'limiga o'taman. Kursni ichiga kiraman va kerakli darsni sozlamalariga kiraman. Bu yerda mavzusi, tarifi va video ko'rish chegarasi bor. Ushbu tugmani bossam, qiymatini foizda kiritishim mumkin. Masalan, 80% deb belgilash uchun shunchaki raqamini yozasiz. Foiz belgisini qo'shishni hojati yo'q. Tarkibga qaytganimizdan keyin esa bu sozlama avtomatik tarzda kuchga kiradi. O'quvchi ushbu darsdagi videoni belgilangan foizini ko'rmasa, keyingi darsga o'ta olmaydi. O'quvchi tomonidan qanday ko'rinishini ham ko'rib chiqamiz. Men hozir o'quvchi sifatida ushbu darsga kirdim, videoni yoqdim va 1-2 daqiqa ko'raman. Keyingi darsga o'tmoqchi bo'lib tugmani bosganimda platforma meni o'tkazmayapti. Menga xuddi shunaqa xabar chiqadi. Keyingi darsga o'tish uchun har bir videoni kamida 80% ni ko'rish kerak. Endi esa foydalanuvchilar bo'limiga kirib, istalgan o'quvchini tanlaganimda ta'limdagi kursni ko'raman va bu yerda qaysi modulda, qaysi darslar ko'rildi va qancha foizi ko'rilganini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'quvchilaringizni o'quv jarayonini to'liq kuzatib borishingiz mumkin. Keyingi yangi funksiyamiz bu jadvallarni Excel formatida yuklab olish. Platformani ichida qayerda jadval bo'lsa, ularni barchasini endi siz yuklab olishingiz mumkin. O'quvchilar bazasi bo'ladimi, amaliyot yoki to'lov turlari haqida barcha ma'lumot. Qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Masalan, hozir biz foydalanuvchilar sahifasiga o'tamiz. Bu yerda Excel formatida eksport qilish tugmasi bor. Shu tugmani bosaman, saqlanadigan joyni tanlayman va tayyor. Keyin bu faylni xohlasangiz Excelda, xohlasangiz Google Sheets'da ham ochishingiz mumkin. Va bugun tahlil qiladigan oxirgi funksiyamiz bu o'quvchilar qurilma va sessiya sonini cheklash. Endi siz o'quvchi qancha qurilmadan kirishi mumkinligini o'zingiz sozlay olasiz. Bizda ikkita rejim bor. Birinchisi bu yumshoq. Aytaylik, siz o'quvchilarga faqat ikkita qurilmadan kirish imkoniyatini bergansiz. Telefon va notebook. Agar o'quvchi 3-qurilmadan kirishga harakat qilsa, u kira oladi, lekin birinchi marta kirgan qurilmadan avtomatik chiqib ketadi. Ya'ni doim o'sha ikkita qurilma qolaveradi. Qat'iy rejim esa agar o'quvchi ikkita qurilmasi bor bo'lsa-yu, 3-sidan kirishga harakat qilsa, u kira olmaydi. Faqat maktab admini ruxsat bermaguncha. Bu funksiya kursingizni tarqalishidan yoki do'stlar bitta kursni 2-3 kishi bo'lib xarid qilishidan himoya qiladi. Qaysi rejimni tanlash o'zingizga bog'liq. Buni sozlash uchun maktab admin panelida maktabim bo'limiga o'tamiz. O'ng tarafda eng pastda ro'yxatdan o'tish sozlamalari punkti bor. Shu yerga kiramiz. Bu yerda sessiyalar limiti bor. Ya'ni faol qurilmalar sonini 1 dan 10 gacha belgilash mumkin. Ko'pchilik aytaylik ikkita qurilmani qo'yadi. Kerakli rejimni tanlab saqlaysiz va bundan keyin platforma hamma narsani avtomatik boshqaradi. Hozir biz siz bilan Exod platformasidagi yangi chiqqan imkoniyatlarni tahlil qildik. Hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz qolsa, Telegramdan bizni qo'llab-quvvatlash markazimizga murojaat qiling. Kuningiz xayrli o'tsin.